Hozir mana startga yana boshidan harakatlanishni boshlaymiz. Ushbu yo'nalish bo'yicha B toifadagi amaliy mashg'ulot bo'yicha harakatlanish bo'ladi. Ushbu holatda avtomobil mashqi bajarib bo'lgandan keyin, to'yis avtomobil emas, ya'ni kandidat o'rganuvchi startga keladi. Startga kelayotganda ushbu holat bo'yicha to'xtaydi. Day boshladik. Pavrotlimizdan chapga yoqib o'tganimizdan keyin o'sha holatda piyodalar o'tish joyida 1 metr oralig'ida to'xtashimiz kerak. To'xtab, bu yerda 3 gacha sanab, keyin yana boshidan harakatni boshlaymiz. Oldinda gaz berish kerak. Gaz berayotgan, chunki tepalikqa chiqamiz bu yoqda. Chiqqanimizdan keyin ushbu holat bo'yicha to'xtab va ana qaltir-qultir deydi. Endi o'sha paytda o'zingizlar qaltirab qolmasanglar bo'ldi. Keyin yana boshidan chiqish kerak bo'ladi. Bu yerda ikki xil holat bo'ladi. Odamning o'zi qaltirashi bor, mashinani qaltirashi. Siz shu paytda o'zingizlar qaltirashinglarni yo'qotishinglar kerak bo'ladi. Keyingisida, chunki shunda his qilishimiz oson. To'g'riga yurayotganimizda ushbu o'rganuvchimiz hozir aylanib kelib 90 graduslik burilish joyiga keladi. 90 graduslik burilishga kirayotganda ko'pchilik rulni chapga burgandan keyin o'ngga to'g'rilashda adashib ketib qolishadi. Chunki 2 marta burib va to'g'rilab yana o'ngga burganda ozgina qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun bu holatda mana 90 graduslik burilish kelyapti. 90 graduslik burilishda eng yaxshisi sekin yurish, disiplinani bosib olsanglar, mashina chopib ketmaydi shunda. Va bunaqa holat bo'yicha ham to'xtab olsa bo'ladi. To'xtab olgandan keyin mana rulni burib olib, keyin ushbu holatda yana disiplinani bosib olamiz. Bosib oldik disiplinani. Mana bu holatda ozgina to'g'ri yelkaga kelish kerak. Oldinroq chiqamiz mana shu. Mana yelkaga kelgandan keyin shu bilan buriladi. Va yana ushbu svetoforga birinchi marta kelyapmiz. Chiqishdan oldin svetoforga qaraladi. Mana shu xavfli vaziyat o'tib ketib qolayotganda, ya'ni mashinani to'g'rilayman deb chizuvdan o'tib ketib qolsa 100 ball jarima bo'ladi. Bu yerdan harakatlanish to'g'riga xohlasanglar, yo'lni shundoq burchagida svetofor bor, o'shanga qarab turib, mana to'liq yashil yongandan keyin yana to'g'riga o'tib ketaveramiz. Oldimizdagi mashina bizani o'tkazib yuborishga majbur, chunki bu chorrahadan kesishyapti. Bu vaziyat bo'yicha endi mana oldimizda yana bitta burilishlar bor. Uni nomi xavfli burilishlar deb nomlanadi. Xavfli burilishlarda ushbu haydovchi rulni ehtiyotkorona holatda burish kerak. Mana ushbu holatda xavfli burilishga 10 tomonni, ya'ni misol uchun mana bu holatga kirganda bundoq chizasiz. Chizib keyin yana bundoq chizib yuboriladi. Tak mana hozir kichkina qiladi, mashinani ko'raylik. O'zi kichkinagina ko'ryapsizlarmi? Mana bundoq qilib chizamiz. Mana sal kattaroq. Buni turamiz. Xullas mana shu holatda bundoq chizganimizdan keyin oraliq masofa yana bu yerda sal kichkina bo'lib qoldi. Chizuv mana bu holatda 1 sm bo'lishi kerak. Mana 1 metr oralig'ida. Bu holatda mana oraliq masofa mana 1 metr ushlash kerak bo'ladi. Oldimizda yuk avtomobilimiz bu to'g'riga o'tib ketdi. Mana uzunligi mana shunday bo'ladi gazeta. Bizning uzunligimiz ushbu holatda qaraydigan bo'lsak, hozir yaqinroq bo'lganligi uchun sal bir qarashroq bo'lib qoldi. Shunda mana to'g'rimizdagi mashina birinchi ko'cha yuk avtomobillar joyiga harakatlanadi. Biz bu joyda bo'lsa, to'g'riga o'tib ketamiz. Tava haydayveramiz, qeshuv to'xtabdi-yu mashina. Tak, bu yoqdan mana o'sha to'g'riga o'tib ketayotganimizda birinchi ko'cha bu
birinchi ko'cha mana bu yoqqa kiradigan bo'lsanglar, tamom. Bu yaxshi joy emas. Shuning uchun bu joydan o'tayotganimizda ehtiyot bo'linglar. Mana shu to'g'riga o'tib ketayotganimizda, misol uchun mana to'g'riga o'tib yurasizlar. Eras bu yoqqa burilamasanglar, bundoq chiqib qoladi, bundoq qiladi. Shuning uchun bu yerga kirish kerak emas. Bu yoqdan chiqib, bu mana seriozniy katta mashinalar haydaydigan joy. Endi mana odamga e'tibor qiladigan bo'lsanglar, ko'rasizlar, bo'yi baland. Nimaga aytsanglar, buni mashinasi ham baland, uzun. Bo'yi balandlik bo'lgani uchun bunisi ham uzun. Lekin Ibrohim Tatlitas mana shu bo'ladi. C toifa bo'yicha addushi tayyorlab qo'yadigan instruktorlarimizdan biri. Tak, bu yerda mo'ljallar qanaqa olinish etilgan. Misol uchun mana men chiziqqa kelgandan keyin chiqdimi? Ushbu holatda mo'ljalga olinadigan joyi bor. Rulni shundoq o'ngga burganimizda o'ngga burib sekin ushbu holatda mana kiraveramiz. O'quvchilarimizni ham mana o'rganayotgani ham bor, ham paxoda yo'lni yodlayotgani ham bor orqada. Shunda mana to'g'rilab mashinaning diagonali tekis bo'lgandan keyin hali tekis bo'lmadi-yu. Shunda gapirib turib, bu yo'lni parod qiladi. Chiroyli qilsa-chi. Bu ana tekis bo'lgandan keyin ana endi to'g'rilanadi. Orqa balonni fiksatsiyaga olib boramiz. Ya'ni teyish kerak. Tak, mana balonimizni tegdi. Ko'pchilik mana shu balon tegizgandan keyin joyida rulni o'ngga buraveradi. Rulni o'ngga buraverganda mana bu yerda chiziq bor, shuni bosib qo'yish yoki bardurlarning ustiga chiqib ketish holati ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu yerda sal oldinroq chiqib, keyin rulni o'ngga burish kerak. Bu yerda mana o'sha chorrahadan yana misol bundoq aylanib kelib, yana o'sha svetofor oldiga kelib to'xtaymiz. Svetofor ishorasiga e'tibor qilamiz. Ha, haydayver, yashil-ku. Bu yerda o'sha pavorotningizdan chapga yoqqandan keyin ushbu holatdan chapga burilib, u to'g'rida temir yo'l kesishmasi bor, o'sha yerdan aylanib kelish kerak. Endi men hozir o'tib bora olmayman. Borsam telefoningizdan stabilizatori yo'q, ekran qimillab ketadi va ko'rinish holati yaxshi bo'lmaydi. Bundan ko'ra mana shu bir pas sabr qilib kutib turamiz. Shunda mana ushbu mashinamizni temir yo'l kesishmasiga keldi. Temir yo'l kesishmasiga kelgandan keyin to'xtaydi. Bu yerda mana bu yuk avtomobiliga ham e'tibor qilaverasizlar. Yuk avtomobilimiz agar mustaqil yaxshi haydasanglar, uni o'zingizga berib qo'yishadi, o'zingiz bemalol boshqarib o'zingizga ishonch hosil qilsanglar bo'ladi. Xo'p, tezlanish. Ya'ni bu joyda shunaqa holat bor, aytilgan Abbos gazini bos degan joyi shu. Shuni gazni bosgandan keyin mana o'ziga ishonch qilib, migatlar qilib qo'yishlar ham bo'ldi. Sekinlashib olamiz. Sekinlashib olganimizdan keyin xolisinglar to'xtab, skorosti birga urib olish imkoniyati bor. Faqat zatliga urmasak bo'ldi. Oldimizda seriozniy joy, ya'ni haydovchining reaksiyasini tekshiradigan joy. Ushbu reaksiya bo'yicha ovozli xabar keladi mashinada, ya'ni chiyillab ketgan holat bo'ladi. Shunda haydovchi nima qilish kerak? To'xtagandan keyin avariya ishoralarini yoqish kerak. Bu nima uchun kerak deganda, yo'lda favqulodda vaziyat bo'lsa, haydovchi reaksiyaga kirisha oladimi degan vaziyat shu bo'ladi. Mana shu holatda agar ketayotganingizda mabodo oldinda parallel band bo'ladigan bo'lsa, shu holatda to'xtab, bir pas sabr qilib, keyin kirsanglar bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha parallelda kutib qo'ysanglar bo'ladi. Shu holat bo'yicha agar
mana shu vaziyatda turganingizda mana bu mashinalar sizlarni vaqtinglarni o'g'irlab qo'yib 16 minutda ichida yetib bora olmasanglar 16 minutda ichida. Ya'ni apellyatsiya degan narsasi bor. Men oldingi mashinaga nisbatan vaqtim o'g'irlandi deb shu o'zingizlarning fikringizni bildirsanglar bo'ladi va ular o'sha mutaxassislar ko'rib chiqib, va agar haqiqatdan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sizlarga yana qaytadan urinishga imkoniyat beriladi. Xo'sh, mana birinchi garajimiz bo'shadi. Endi bu yoq ishimizni nimaga kutib turibdilar? Endi narigisiga mo'ljallab olaman deganning hisobiga. Mana bu chiqib ketdi. Shunda chiqib ketgandan keyin mana harakatni boshlaymiz ikkinchi parkovkaga. Mana mana shu yerga kirganingizdan keyin rulni bitta o'ngga tortib yuboringlar bo'ldi. Keyin to'g'rilab olamiz chaproqqa. Mo'ljallari yetilgan, sal qiyshiq ketyapti. Tak, mana ushbu holatda burchi chiqdi. Burchi mana mana kichkina burchi bor. Ko'ryapsizlar? Mana shu burchini bakoydan hisobga olish kerak. Keyingisi ushbu holat bo'yicha rulni o'ngga burganda mana shu yerda burchi bor, mana burchi. Mana shu burchini inobatga olish kerak. Mana shu burchi qaranglar. Mana to'g'ri kelgandan keyin g'ildirigimizni to'g'rilab turib orqaga yuramiz. Orqaga yurish jarayonida mana shu orqa g'ildirik mana bu chiziqqa, uzuq chiziqqa ustiga kelish kerak. Yana ozgina mana yur. Bo'ldi. Va mana shu holatda kelgandan keyin rulni chapga buradi. Rulni chapga burgandan so'ng mana bu tomonga qaraladi. Mana bu tomonda shu chiziqqa parallel holatda to'xtash kerak bo'ladi. Keldi. Shu bilan mana kelganda pavorotnimizni chapga yoqib chiqib ketamiz. Mana shunaqa yana svetoforga keladi. Svetofor kelayotganda ehtiyot bo'linglar. Mana bu mashina hozir mana bu mashinaga yo'l bermaganning hisobiga jarima 100 ballga tortilishi mumkin. 100 ballmi? 100 ball. Ha, shu 100 ball. O'z turishingizdan biri 100 ball bo'lib qopti, aka. Sizni ko'pchilik so'rashadi. Sizni Ibrohim Tatlitas devordim. Allohim nima derdi? Nedir gunohim degan ashulalaringiz bor edi-ku. Bitta mo'ylab qo'yib yuborsangiz bo'ldi ekan faqat. Mana mashqga tushuntirgan, u qo'lni boshqa qo'yib olish kerak. Ha, bo'ldi mana. Parallelni kelib qolganda. Qanaqa? Parallelni. Gap yo'q. Sizni parallel deguncha biz ham o'zimizni ko'chib ketib qoldi. Mana shunaqa qilib finishga borgandan keyin pavorotni o'ngga yoqib, yana ushbu startga boradi. Mana shunaqa qilib amaliy mashg'ulotimizni o'tish va jangi shundan iborat. Kimga agar ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, ya'ni to'g'risini aytsam, like nimaligini bilmasdim, lekin odam men uchun kayfiyat bo'ldi. Shunaqa bosib aylanib tashlansanglar zo'r bo'lar ekan. Mana shunaqa qilib sekin imtihonni topshirasiz. Shug'ullanmoqchilar bo'lsanglar, bemalol xizmatdamiz. Sog' bo'ling.